самом деле это было ошибкой. Qisqa muddat tayyorlandingiz dedim. 9 oy tayyorlandingiz. Qanaqa qiyinchilik bo'ldi mana shu? Burnout почему? Потому что было на самом деле много задач. Я думаю, я бы могла еще быстрее это сделать, потому что у меня была очень сильная внутренняя мотивация. Я очень хотела этого достичь. Я бы сделала это быстрее, если бы не семестр. Manimcha ingliz tilidan sizda muammo bo'lmagan. В основном у меня был first aid и easy go. Но я сделала минимум 3 раунда, полностью 100%. Да. Точно нужен качественный сон. Значит, katta risk qilgansiz. Ko'pchiligiga tavsiya bermayman. Я на экзамен зашла, вопросы были... Я не спала ночью перед экзаменом. Qancha kelishlik bo'lmasa, uxlab olish kerak bir kun oldin. Chunki вообще ko'p odam so'raydi. Qanchada topshiraman. Hali u haqida biz bilmaymiz-da, сразу. System-based мы сделали сначала systems, потому что клинические предметы, pathology, занимают большую часть экзамена. Qaysi NBMI rosikasi imtihonga eng yaqin bo'ldi? 76 degani, mana kim NBMI ishlayotgan bo'lsa, o'tishingiz ehtimoli juda katta deganda o'sha. Нет, просто надо решать проблемы. O'zbekcha gapiraman, siz ruscha gapirasiz. Aziza xush kelibsiz. Tabriklayman. USML topshirganingiz bilan step 1. Sizda unikalniy bo'ldi. Işte 9 oy ichida topshirdingiz. To'g'risi hali bizning praktikada hali birinchi marta bunaqasi. Chunki ko'pchilik 1 yil va 1 yildan sal ko'p o'tganda topshirishadi. Keling mana shu boshlashdan oldin o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot berib keting. Хорошо. Меня зовут Азиза. Я учусь на 6-м курсе в Central Asian University. Очень скоро заканчивается учеба. И вот последний курс я готовилась к степу и сдала его. Okey. Zo'r. Qarang, siz 6-kursda tayyorlandingiz. Mana juda ham ko'p studentlarim bor. 3-4-kurs tayyorlanishadi. Nimaga именно siz 5-6 kurs tayyorlanishni boshladingiz? На самом деле это была ошибкой. Я считаю, что степ 1 нужно сдать, пока у тебя свежие знания в Basic Science. И я на самом деле опоздала, потому что я металась между работой, клинической какой-то экспертизой, клинической работой, практикой и подготовкой тоже. Я думала, что я смогу делать все вместе, но как раз-таки степ 1 — это отличный урок о том, как нужно приоритизировать свои задачи в жизни, потому что сначала делаешь один, потом другой, потом третий. Mana xuddi shunaqa aytaman-da, o'zim o'quvchilarga. Bittada ikkita qayiqqa, ya'ni kemaga oyog'ingni qo'ymagan. Suvga to'chishni cho'kasan degan. Да. O'shanchani hal etdi. Prioritize qilish kerak. Nima основной san uchun? Nima san uchun ikkilamchi ajratib olish kerak. Birlamchiga bor fokus qaratish kerak. Mana shunaqa paytda o'zingiz agar hozir 1 yil oldingi holatga tushib qolganingizda nima ish qilgan bo'lardingiz mana shu? Hozir shundoq ham tez tayyorlandingiz, misol uchun 9 oy tayyorlandingiz. Lekin mana shu 1 yil oldingi holatga tushib qolganda nima ish qilmagan bo'lardingiz? Во-первых, нужно учитывать, что человек холерик, он всегда делает все быстро и с такой же скоростью может все забыть. И у меня есть привычка многозадачности. То есть, я не знаю, говорят, у женщин это свойство более развито. Мне очень тяжело делать одну задачу очень долгое время. Может быть, I have this kind of... Может быть, у меня такая личность, да? Manimcha ko'pchilikda shunaqa, manimcha kuzatayotganmiz ham. Да, и поэтому я прыгаю с одной задачи на другую и на третью, но с USMLE так не работает, к сожалению. И здесь нужна усидчивая работа, здесь нужно сидеть, думать, быть включенным в этот процесс полностью. И я бы советовала, если бы я вернулась на год назад, я бы еще быстрее отказалась от каких-то аспектов жизни, которые мне мешали. Поэтому говорят, что вот USMLE, к нему легче готовиться во время каникул, когда нету каких-то ротаций в университете или нету работы какой-то научной, да, я еще ресерч делала. Нужно от всего отказаться по возможности и сфокусироваться на одном. Xo'p, mana zo'r narsa aytdingiz, lekin har doim ham o'xshavermaydi, to'g'rimi bunaqa? Bo'lsa 1 oy, 2 oy imtihonsiz, siz aytgandek bo'sh vaqt bo'lishi mumkin, lekin har doim odatda yoki institut bo'ladi, yoki ish bo'ladi, yoki yana nimadir bo'ladi.
shunaqa sharoitda qanaqa tayinlansa to'g'ri bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana siz o'qiyapsiz institutda, misol uchun 1 oy oldinga o'tadigan bo'lsangiz, siz o'sha akfada imtihonga tayinlanishingiz kerak. Qanaqa tayinlangan bo'lardingiz? Я бы заранее подготовила все материалы, потому что, например, если ротация кардиология, да, я уже этот предмет несколько раз прошла в цикле, пока готовилась к USMLE, и у меня есть материалы, у меня есть определенные знания. Я бы поскорее закрыла все, что у меня есть в ротации, освободила бы себе больше свободного времени. И, например, если на ротации ставят задачу делать презентации, как у нас в университете, я старалась в процессе учебы эти презентации связывать с предметами, которые я сейчас учу. Например, у нас был Family Medicine Neonatology. На этом предмете я делала OBGYN, и, по-моему, моя презентация была на тему тератогенов, то есть тератогенов или торч-инфекций. Какие-то вот 2 презентации я сделала и связала их. И так получилось, что я и к USMLE подготовилась, и в ротации тоже. Zo'r insight bo'ldi. Misol uchun USMLE tayyorlayotganingizda o'tdagi hamma informatsiyani сразу rotatsiyaga, institutga ishlatsa bo'ladi. Да. Но я бы советовала начать этот процесс раньше, потому что на ротациях вы уже контент степ 2 покрываете. Да, конечно. И чуть-чуть степ 1 отстал от этого, от вот этих вот стандартов. Zo'r. Demak, asosiy ikkita insight bo'ldi hozir. Demak, faqat bitta vaqtda bitta ish bilan shug'ullanish. Plus USMLEga degan materiallarni, masalan, rotatsiya temasini birinchi yopib olish kerak edi va u institutga yordam beradi. Zo'r. Xo'p, endi tayinlanish davriga qaytdik. Mana siz Сейчас у меня есть список ресурсов. Mana siz SMda tayinlandingiz, to'g'rimi? 9 oy tayinlandingiz. Qanaqa qiyinchilik bo'ldi mana shu yerda? Aytaylik, mana 9 oyga tayyorlanishi qiyin tomonlari nimada? Nimaga 9 oylikni ko'pchilik qila olmaydi? Я думаю, я бы могла еще быстрее это сделать, потому что у меня была очень сильная внутренняя мотивация. Я очень хотела этого достичь. Я бы сделала это быстрее, если бы не семестр. Да. Okey. Qanaqa qiyinchilik bo'ldi degani men bilmoqchiman. Misol uchun aytaylik, menimcha ingliz tilidan sizda muammo bo'lmagan. Muammo bo'lmagan. Sizda nima muammo bo'lgan bo'lishi mumkin tayyorlanish davomida? Aytmoqchiman, stressmi yoki aytaylik, time managementmi yoki bo'lmasa oilaviy yoki ishdagi yoki haligi rotatsiyalardagi USMLE bilan совмещать qilishmi, birga olib borishmi? Nimasi eng qiyin bo'ldi? Самое сложное для меня это был burnout. Burnout почему? Потому что было на самом деле много задач. Я сказала, мой мозг не приспособлен к тому, чтобы делать одну задачу очень долгое время. Но степ 1 это такая программа. И в самом начале мне было тяжело адаптироваться к такому формату жизни, но потом я тоже придумала, что делать. Я занималась 2 часа, и полчаса я делала какие-то домашние дела, прогулки, там, какие-то, не знаю, рисовала, что-то творческое. Я старалась отвлечься, отдохнуть, и потом возвращалась. O'zingizdan определенный ego defense mexanizmi yaratyapsiz. Да, у меня есть. Stressni yechish uchun zo'r. Menimcha ko'pchilikdan shunaqa bo'lsa kerak boshida. Mana siz zo'r insight berdingiz hozir. Tayinlanayotganda burning out bo'lish. Ayniqsa tez tayinlansa burning out tez bo'ladi. Да. Agar shoshmasdan, spokойно 2 yil tayinlansangiz burning out скорее bo'lmaydi. Sizda riskov. Katta ehtimol bor. Endi burning out oldini olish uchun demak zo'r insight bo'ldi. Kim agar tayinlanayotgan bo'lsa qilib ko'rsin. Tayinlanib 2 soat, 3 soat, keyin yarim soat, 1 soat o'zini erkin qilib dam olish kerak. Да, еще один момент про этот burnout. Определенный план нужно составить. Например, выделяешь себе 1 час и говоришь, вот я за этот час 20 вопросов полностью прочитаю, все, что там есть, запомню, и за этот час выходить нельзя. Помидоры метод. Да, типа помодоро. Но... Zo'r. Ko'pchiligiga mana shunaqa qilishni tavsiya beramiz, to'g'rimi? Не просто сидеть час, а информационную нагрузку успевать сделать в этот час. Понимаете? Fokusni o'sha 1 soatda qattiq ushlash kerak. Xo'p, endi mana shu periodni tugatishingizga ichingizda qanaqa kuch yordam berdi? Aytaylik, nimaga siz mana esingizda bo'lsa, qachon topshiraman dedingiz, eslayman. Qachon keldingiz meni yonimga? Iyul.
июнь, конец июня, июль. Ну, мы с июля начали iyulda работать. boshlagan bo'lsak 2024-yilda и qachon topshiraman dedingiz? Август. Avgust dedi. Август, потом ноябрь, потом уже март. Ichingizda men вообще kuchli xohish bo'lgan. Mana mana shu drive-ni paydo qilgan bir, ikkinchisi mana shu test topshirishingizga drive sabab bo'ldimi? Ya'ni ichingizda mana shu kuchli xohish sabab bo'ldimi yoki boshqa sabab ham bormi? На самом деле я хочу стать кардиохирургом. И я пришла в USMLE как раз по рекомендации одного кардиохирурга. То есть я к вам пришла по рекомендации одного. Да. И я работала с ними сколько? 7-8 месяцев. У них в команде практиковалась. И я увидела ситуации like patient death. Хотя это не... Да, в кардиохирургии почти 50% смертности. И это было не по ошибке врача. Хотя эти врачи, они профессионалы, они знают прям все, что можно знать, и делают все, что в их силах, все равно у них там может случиться какая-то смерть. И в этот момент я подумала, блин, я женщина в Узбекистане, у меня нет никаких сертификаций. Если я буду даже там классным врачом, если вот такая ситуация со мной произойдет, я должна говорить откровенно, в нашей стране, я не думаю, что я смогу пробиться в карьере в таком плане. Если вдруг, даже если я буду классная такая супер-пупер, в какой-то момент, если у меня кто-то умрет, то они скажут, это потому что ты женщина. Даже несмотря на статистику. А у меня постоянно эта проблема. Manimcha agar siz kardioxirurg bo'lsangiz, aytmoqchi bo'lganim, kardioxirurg bo'lishingiz uchun O'zbekistonda 3 yil xirurgiya, 4 yil kardioxirurgiya spetsializatsiya. Hozir shunaqa, 7 yil o'qishingiz kerak. 7 yildan keyin sizga hech qanaqa deyishmasa kerak emas. Думаете? 7 yildan keyin siz yoshingiz katta bo'ladi. Sizni ko'rinishingiz ham studentligingiz ma'lum bo'lgani uchun shunaqa отношение bo'lgandir balki. Siz agar o'qitni yoshi katta xirurg bo'lsangiz, chunki men o'zim kardioxirurg bo'lganimda, men magistr edim, 3-kurs edim. Menga hamma vrachdek qaraydi, lekin baribir kardioxirurg uchun yoshi katta odam bo'lish kerak ekan. Endi да, может быть, да. Yosh bo'lsangiz, уже ularni o'zi umuman любой vrach O'zbekistonda shunaqa. O'zingizga kommentariy yozinglar. Nima deydi? Opitniy, tajribali shifokor degani necha yoshli shifokorni tasavvur qilasiz o'zingizga. Hamma soqol bor, yoshi katta odam o'tirganini tasavvur qiladi-da. Endi подсознательно ongyoqsizda mana shunaqa bizada shunaqa. Endi kardioxirurgiyada teng bo'ldi. U узкий специалист, yana tor qismda. O'shaning uchun ham menimcha bu normal demoqchiman. Нет, моя внутренняя мотивация была не только в том, что я должна доказать, что я могу, а в том, что я должна быстрее вернуться на практику. Demak, asosiy sizni USMLE topshirishingizga olib kelgan narsa bu qo'lingizda konkretno доказательство, что я знаю, что ko'p я... narsani bilasiz degan demak hujjat bo'lishida. Ko'ryapsizlar do'stlar, USMLE rostdan agar hujjatingiz bo'lsa, ko'pchilik tan oladi, siz yaxshi bilimga ega bo'lganingizni, to'g'rimi? Как бы IELTS, to'g'rimi? IELTS bo'lsa, qo'lingizda 8 IELTS bo'lsa, misol, Всё, я знаю английский, да? Ingliz tilini bilasanmi deb hech kim so'radi, Да. Baribir IELTS bo'lsa, demak bilarkan. Bizni ham xuddi shunaqa. Okey. Endi qarang. Demak, mana shu kuchli doказать qilish, ya'ni nima deydi? Hammaga isbotlash xohish paydo bo'ldi sizda, to'g'rimi? Да. Okey. Yana nima? Yana sabab bormi bundan boshqa? Если думать рационально, в США программа обучения, мне кажется, наиболее оптимальной, потому что в течение ординатуры к тебе ты будешь прикреплен к определенному врачу, который будет ответственен за то, что ты научишься делать какие-то операции, получишь определенные навыки, определенные часы. И не такая ситуация, что ты просто вошел в какой-то универ, отучился, просидел сколько-то лет, а кто-то будет ответственен за то, каким кадром ты выйдешь. Вот этот замысел, мне кажется, очень хорошим в плане профессионального роста, потому что кардиохирургия на самом деле занимает очень много времени. Конечно. И это время нужно провести продуктивно. Вот. А еще платят хорошо. Okey. Ключевой joyi. Okey. Qarang, zo'r narsani ochib ketdi-da. Bizada
Endi hozir kamayyapti bu narsa. Juda ham katta muammolardan bittasi ustoz shogirdiga hamma narsani o'rgatmaydi. Да. Problema nima bu yerda? Ya'ni muammo nimada? Chunki agar hamma narsani o'rgatsam, bu o'zi chiqadi, alohida doktor bo'lib ketadi degan qo'rquv borda. Nimaga Amerikada yo'q bu narsa? Потому что у них другая система. Uni haligi shogirdiga o'rgatsa, nabarat ish kamayadi. Hamma ishini unga qildiradi, o'zi bemalol ishini qiladi. U yerda oyligi o'zgarmaydi. Вот это самое важное. Rostdan qancha o'rgatsa ham oyligi o'zgarmaydi, ya'ni umuman ta'siri yo'q. Baribir finansga borib ko'pchilik joy taqaladi. No, xudoga shukr, mana o'sha maqsuddagi biz ular bilan podcast olganmiz, kim ko'rmoqchi bo'lsa ham ko'rsin. Bizda ancha situatsiya o'zgardi, holat o'zgaryapti. Ya'ni opitniy doktorlar ular уже o'rgatyaptilar bemalol. Chunki kardioxirurgiyada biz ko'p oddiy bo'limlarda yurganmiz, o'rgatishmaydi lekin rostdan. O'zi faqat kardioxirurgiya emas, любой sferada o'rgatishmaydi. Да, к сожалению. No, u shunaqa, bizdagi fikrlar, ya'ni o'rgatish yaxshi ko'radiganlar kundan kun ko'payyapti. No, xudo xolasa yaxshi bo'lib qolar bizda. Bu sistemaga baribir finansga olib taqaladi. Aytmoqchi bo'lganim, agar doktor o'rgatsa, puli oshsa faqat yoki kamaymasa, barcha spokойно o'rgatadi. Да, конечно. Hammasi baribir o'shandan kelib chiqadi. Xo'p, keyingi qani, qaytib orqaga 9 oy tayyorlandingiz. Nimadan boshladingiz? Keldingiz, iyulda keldingiz. Okey. Nimadan tayyorlanishni boshladingiz va qanaqa tipda tayyorlandingiz? Chunki siz individualda o'qiganingiz uchun групповой tayyorlanganligiga nisbatan boshqacharoq format bo'ladi. Qanaqa bo'ldi? Ну, во-первых, если помните, мы с вами сделали self-assessment для того, чтобы узнать, где есть сильные и слабые стороны. И начали мы с клинических предметов. Мы начали вот прям cardiovascular, endocrine, hematology. System-based мы сделали сначала systems, потому что клинические предметы, pathology, занимают большую часть экзамена. Поэтому это было важно. Плюс, как мы занимались? Мы занимались с вами в 6 утра. Мы начинали в 6 утра с вами с работы над ошибками и изменения вот этих. У меня было очень много когнитивных искажений в понимании определенных концепций. То есть я знала болезнь, я знала симптомы, но какие-то моменты я не могла связать. И вот индивидуальные занятия мне очень сильно в этом помогли, потому что только человек, который уже разобрался с этим, может починить понимание. И я думаю, что это ключевой момент, почему я смогла быстро с этим разобраться. Qanaqa tipda tayyorlandingizni aytmoqchiman. Nimani o'qib keldingiz? Qaysi resurslardan foydalandingiz? И плюс har rutinniy kuningiz qanaqa bo'ladi? Вот, в 6 утра мы работали над ошибками с вами до 8, потом я... Кейсlarni nazarda olgan. Case-based, да, UWorld кейсы, работа над ошибками, какие-то моменты first aid, которые я прочитала и не поняла. Мы это обсуждали на индивидуальных занятиях. Потом я возвращалась в библиотеку или еще куда-то и занималась. В день я решала 2-3 блока. Если, да. Сразу. Кардиоваскулар я закончила за неделю. Шунака было, да? Да, я быстро закончила. Ну, нагрузка была большая. И как я делала? UWorld я читала объяснения и сразу делала анки. И это было ошибкой. Qaranglar, anaqa tipda bo'lgan, ikkalari system based bo'lgan, qarang misol uchun cardiovascular system. Yaxshilab patologiga boshida tushuntirib bergan edi, sizga bo'lsa, first aiddan ko'rib chiqdi, yaxshilab. Hammasini ko'rib chiqqandan keyin uni aytgan, siz yo'l oldin ko'rgan bo'lgan edingiz, to'g'rimi? Keysdan. Bitta round qilgan edingiz-a, o'shani. Некоторые предметы я закончила. Bir xil bo'limdan tugatgan edingiz. Xullas, first aiddan ko'rib chiqdik, undan keyin sразу keyslarni ishladingiz. И keyslarni har bittasini bitta razbor qilib chiqdik, to'g'rimi? Ya'ni xatolarni, ya'ni siz bergan savollaringizga javob berib chiqdingiz. Да. Shunaqa bo'ladi. Работа над ошибками. O'sha xatolaringizni ko'rib chiqdik, undan keyin сразу flashkart yasadingiz. Или кейс ishlayotganda уже flashkart yasadingiz. Я делала кейсы, сразу флеш-карты, и потом мы с вами обсуждали. Mana ko'rdinglar, mana shu joyda hozir eng zo'r joyini aytib beraman deyotganlar, hozir o'zlaring aytib beradi. Hech qachon o'qiyotganda sразу flashkart yasash kerak emas ekan. Gaplar bo'yicha. Chunki agar siz boshida endi o'qiyapsiz, siz uchun yengillik hammasi.
sразу agar flash karta yasab ketsangiz, katta ehtimol bilan sizga foydasi kamroq bo'ladi bu narsani. Shuning uchun ham men hozir tavsiya beryapman. Birinchi first aid o'qidingiz, keyin keyslarni ishladingiz. Undan keyin hammasini, ya'ni bitta kasallik haqida to'liq ma'lumot ega bo'ldingiz. Oxiri keyin flash karta yasasa, На второй раунд, когда перечитываешь, когда... Да, ya'ni bitta keys tugatdi, savol javob bo'ldi, yaxshilab tushunib oldingiz, keyin flash karta yasasangiz, ya'ni yodlashingiz kerak bo'lgan joydan, ana o'shani sizga foydaliroq flash karta bo'ladi. Keyin yana bitta narsa aytdim. Flash karta yasagan bilasizmi? Copy paste qilib yasab qo'yishadi bilasizmi? Нет, так нельзя делать, точно bir нет. xil shunaqa qiladi. Keys o'qiydi, copy qiladi, paste qilib, savol emas keyin. Там вопрос нет. Просто Нужно хотя бы один раз перепроцесс. да, o'zingiz hazm qilib, keyin savol ko'rinishida yozishingiz kerak. Ya'ni konkret bitta savol bo'lishi kerak ichida. Misol uchun, mana kasallikni Кстати, вот над этим мы с вами тоже работали. Над правильным составлением вопросов. Потому что, да. savol tuzmasangiz, flash karta qaraysiz, nima so'raladi? Savol yo'q deysiz, o'zingiz keyin qaytib kelganingizda. No, demak, flash karta yasash katta foyda beradi. Endi men chist o'zingizni fikringizni bilmoqchiman. Flash karta nima uchun kerak? O'zi flash karta kerak emas. На самом деле, да, флеш-карты нужны, потому что USMLE, медицина, в принципе, это такая сфера, где много фактов, где много информации. И нужно уметь управлять этими фактами, чтобы связывать и приходить к какому-то выводу. А если ты не выучил факты при помощи карточек, то не сможешь решить вопрос, получается. Zo'r. Demak, faktlarni yodlashga flash karta zo'r. Да. Быстро, чтобы заучить, нужно делать spaced repetition, который есть в флеш-картах. Zo'r gap gapirdingiz. Spaced repetition qaragani o'zbekchasiga. Xullas, takrorlab mustahkamlash haqida gap ketyapti. Va har takrorlaganda siz kitob o'qib yoki qanaqadir video ko'ra olmaysiz, to'g'rimi? Ko'p vaqt oladi. А флеш-карта test. И удобно. Вот у меня была ошибка в том, что у меня iPhone, на iPhone нету бесплатного Анки. Если бы у меня был Android, я бы установила Анки и в дороге где-то решала. Это было бы более доступно. Есть другая программа сейчас? Есть. Есть? Да. Можешь Анки там составить. Для степ-2 сделаем тогда. И qarang, umumiy qaysi resurslardan foydalanamiz? В основном у меня был First Aid и U-Bolt. Но Ага. я сделала минимум 3 раунда, полностью 100%. Да. BNB ozgina ko'rdingiz, to'g'rimi? BNB я смотрела в программе, когда мы в универе учились, и у меня слуховая память очень сильно устала. Я не могу учиться на видео. Zo'r gapingiz. Bir xillarga demak video to'g'ri kelmaydi. Demak, sizda asosiy First Aid bo'ldi, U-Bolt bo'ldi. И потом ko'rmadingiz videoni? Потом я аудиокнигу прослушала. Потому что я же говорю, я многозадачная, и, например, идishtovo yuvganda потом. Ya'ni nima deydi, hamma narsani bittada qilishni baribir odam tez charchatadi bu narsaga. Ну да. Xo'p, endi qarang. Кому как, знаете, я не устаю от этого. Charchamaysiz. Наоборот, я если одно делаю и сижу, kuyib ketadi. Demak, hamma birinchi aniqlab olish kerak ekan. Siz flegmatikmisiz, xolerikmisiz yoki sangvinikmisiz aniqlab olasizda, shunga mos bitta metod tanlash kerak. Наверное. Men hozir mana o'g'limiz Azizam metodi kim xolerik bo'lsa, kim sangvin bo'lsa mos keladi. Да. Kim ko'proq flegmatik bo'lsa, menimcha strategik yondashuv kerak. Им будет по-другому, да. Boshqacharoq. Ya'ni nima demoqchiman? Optimalni faqat bitta metod bor, bu xato. Hammaga individual yondashuv bo'lishi kerak. Aytaylik, siz ishlayotgan metod bizga ularga ishlamasligi mumkin, bularning metodi sizga ishlamasligi mumkin. Shuning uchun birinchi o'zingizni aniqlab oling, qaysi metod sizga yaxshi ishlaydi. Xo'p, keyingi mana tayinlamoqsiz. Bitta unitdan kelgan, bitta bo'limdan kelgan. Keyingi bo'limga o'tishdan oldin nima qiluvdik deysiz? Test qiluvdik. Ya'ni bitta bo'limni yaxshi o'zlashtirganingizni bilib olish kerak edi, to'g'rimi? Мы, по-моему, один блок решали сами. Eslayapti, boshqacha bo'lgan. Ya'ni bitta bo'limni blokini ishlayapsiz. Keyin oldingi blok bilan qo'shib ishlayapsiz. Ya'ni misol uchun kardiovaskular tugadi. Еще мы на вашей платформе решали, и у меня из-за этого баллы падали. Ya'ni biz yo'ldan ishlayapti-da. Keyin Indo question bankda bizda qiyinroq savollar, rostkasin anaqadan imtihondan qiyinroq. И o'sha yerda imtihon topshiradi.
ya'ni bizda kardiovaskular qism tugadi, misol uchun endokrinni tugatdingiz, endokrinni o'zidan imtihon topshirasizda И плюс. kardiovaskular bilan qo'shib imtihon topshirasiz. И bu sizni oldingi bo'limlarni esdan chiqarib olmaslikka yordam beradi. No boshida sizda bo'lsa baland chiqadi, keyingi anaqaga yetganda ozgina tushadi, chunki tez esdan chiqarib Ну, olganingiz тоже uchun. забывается, да. Mana mana shu narsani aytib ketaylik. Kuchli stress xotiraga qanaqa ta'sir qiladi? Mana o'zingizni misolingizni men ko'rdim-da bu narsani. Stress, yaxshi uxlamaslik, mana shuni aytib ketaylik. Time management bilan haligi lifestyle balance bor. Mana shu narsani aytib ketaylik. Nima sizga katta qarshilik qildi yaxshi o'zlashtirishga? Не поняла. Mana aytaylik, uxlashmi, aytaylik haligi lifestyledagi o'zgarishlarni, stressni nima ko'proq xalaqit qiladi yaxshi o'zlashtirishga? Точно нужен качественный сон. Потому что идет очень сильная информационная нагрузка в короткий период времени, и мозг должен суметь справиться с этими фактами и убрать их в long-term memory, для того, чтобы не форматировать, как у меня было. И для этого нужен глубокий, хороший сон. Вовремя ложиться спать. Я ложилась спать в 10 обязательно. Прям, если допоздна если допоздна остаешься, то уже все, на следующий день, на следующую неделю продуктивность сильно падает. Boshida shunaqa qilmayapsiz. Да, вначале я так не делала. Oxirlarida shunaqa ish qildingiz. Да. Boshida kech uxladingiz, bu rejim buzilgan edi. Rejim. Birinchisi uyqu. To'g'ri aytdilar, operatsion xotiradan haligi farq deymiz. Long term memory o'tish vaqti uxlayotganda chuqur uyquda bo'ladi. Zo'r aytdilar. Chuqur uyqu do'stlar minimum 2 soat bo'lishi kerak-da o'zi. Minimum 2 soat Все смылы побольше. Nima demoqchiman? O'zi misol uchun 6 soat uxlasangiz, 3dan biri uni deep sleep bo'ladi. Siz minimum 6-8 soat uxlashingiz kerak o'zi. Minimum bu, minimum. O'shanda sizga ta'sir kamroq bo'ladi. Мне кажется, еще важно, во сколько ложишься спать. Потому что гормональный фон, циркадные ритмы, вот под это тоже нужно подстраиваться. To'ppa-to'g'ri. O'zi endi kechqurun agar 10 uxlaydigan bo'lsangiz, o'zi 5-6 soat zo'r yetadi. Agar siz 2 dan keyin uxlasangiz, 6-7 soatdan yetmasligi mumkin. Da, vaqt katta ahamiyatga ega. Birinchisi uyqu ekan demak, sleep. Обязательно. Stress. Какой стресс? Stress qanaqa viloyat qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, stress deganda Стрессовая ситуация. stressli situatsiya bo'lishi mumkin. Balanss past chiqdi yoki О, нет. hayotingizda qanaqadir imtihon bo'lib qoldi, ekzamen bo'lib qoldi o'zingiz institutda. Va hokazo. Mana shunaqa situatsiyalar qanaqa viloyat qiladi haligi uslaganingizga? Конечно, плохо влияет. Ну, с USMLE вы уже перестаете, не знаю, у меня так было, что я перестала смотреть на процент, и только информацию бы запомнить и ничего не забыть. Вот, mana zo'r narsani aytdingiz. Men hozir ko'pchilik aytadi, birinchi raundda assessment tool sifatida qarash kerak emas. Вообще это... Learning tool sifatida, ya'ni biz o'zlashtirishi haqida o'ylashimiz kerak, ballaga qarashimiz kerak emas birinchi raundda. Qancha yaxshi o'zlashtirsak, shuncha aytaylik yaxshi bo'ladi keyingi raundda. Shuning uchun ham ko'pchilik ball past chiqsa, уже ketdi, строится keyingilarini уже Вообще не надо на балл смотреть. Но да, какие-то жизненные ситуации, стресс, который происходит в бытовой жизни, да, допустим, он сильно влияет. Да. Mashina aytayotganda, qanaqa adapt qilsa bo'ladi? Не создавать стрессовую ситуацию. Zo'r. Demak, просто aytmoqchi bo'lganim, demak, stressni coping o'rganish kerak. Ya'ni qanaqa stressdan qochish yoki qilmaslik. Просто надо. Coping. Да. Nima deydi? Стрессni преодолевать, yengish. Нет, просто надо решать проблемы. Например, частая проблема, вот я вижу среди своих сверстников, это study place. Мы занимаемся очень долгое время, в течение дня. Это тоже стресс создает? Нет, нам нужно кушать, нам нужно там отдохнуть, да, где-то. И чаще всего мы выбираем такие локации, где у нас есть доступная еда, где нам нужно, чтобы было тихо и так далее. И это дом. А если дома маленькие дети? Да. А если дома там много людей или еще какая-то проблема? То есть нужно создать себе такое условие, что ты в тишине 8 часов в день можешь заниматься и учиться. И нужно, да, выйти в библиотеку, прийти в учебный центр. И в этом плане
Индок для меня был каким-то местом, куда я могу вот прийти, спокойно доделать свои дела. И потом такая же концепция есть, когда you divide the space, разделяете пространство для определенных задач. Zo'r narsani aytdingiz hozir. Space and time deydi. Vaqtingizni ham. Vaqtni, misol uchun, определенный periodda faqat yo'sinadi. Kimdir sizga telefon qilsa-da, mana joydan joyga boraylik desa, определенный yo'l deya olasiz, chunki bu time'ni siz tayinlanishingiz kerak yo'sinadi. Zo'r vaqtda har doim tayinlanayotganda qanchadir vaqtni va joyni aniqlashtirib olish kerak. Да, это правильно. Zo'r inson bo'ldi. Xo'p, yana bitta narsa, disiplin. Katta muammolardan bittasi. Men u ham ko'pchilik aytaman, men qarang. USMLEni topshirganlarning hammasini osasizlar, hammasini. Bitta ko'rib chiqargan bo'lsangiz, ular hammasi har xil. Bittasi vrach, bittasi 3-kurs, bittasi 6-kurs, bittasi graduate, lekin hammasini общий chertasi bor. Disiplinasi bor hammasini. Lekin определенный periodda o'sha o'zini o'shanga disiplinaga sola oladi. Siz qanaqa qildingiz shu ishni? Disiplin oldindan bormidi yoki Вот опять же я хочу вернуться к команде кардиохирургов, которые оперируют с 5 утра до 11 ночи. Да, я там научилась. Хирургияdan kelgansizda, xirurgiyadan kelgan Да, здесь было легче. Здесь было легче. Esimda ertalabdan keyin ketasiz o'zi xirurgiyada, bizda kechgacha o'sha yerda bo'lasiz. O'zingizni вообще dedication qilasiz ishga. По сравнению с этим сидеть за компьютером и учиться было легче. Ну, bu yerda miyangiz kamroq ishlaydi. Bu yerda miyangizdan tutun chiqishi boshlaydi. Hamma narsa qiyin jihati bor bo'ladi. Xo'p, endi haligi aytganimdek, stress haqida gaplashdik уже. Tasavvur qiling, biz qancha tugatdik? 5 oymi, 6 oyda целый bitta kuru tugatdik, если не ошибаюсь. Qanchada tugatdik? Butun USMLEni ko'rib chiqishi. Ну, до сентября мы с вами все клинические предметы закончили. Shunaqa qildik, ko'rib chiqib. За 2 месяца мы все клинические предметы первый раунд закончили. Ага. Потом у меня начались ротации, я начала чуть медленнее заниматься. По-моему, я сделала 2-й раунд в этот период. До ноября я 2-й раунд уже и клинических, и базовых предметов закончила. Потом я добавилась в вашу группу. Mana shu gruppaga qachondan qo'shildingiz? Yangi yildan qo'shildingiz siz. Yo'q, qarang, siz noyabrda bitta birinchi kuru tugadi. Biz unaqa 3 oydami, 4 oyda tugadi deyishmasin. Birinchi raund. Общий. Нет, я же сделала сначала клинический, потом мы начали с вами basic клинический. Basic bilan birga o'sha 3-4 oyda tugadi, общий, to'g'rimi? Da, hammasi. Ana biochem hammasi. Где-то в середине октября, по-моему. Shunaqa bo'ldimi? И birinchi aytaylik self assessment tugatganingizdan keyin qachon ishladingiz? Ana tugatdingiz, oxirida birinchi self assessment. Ana NBME ni qachondan ishlashni boshladingiz? NBME? Да. Даже yangi yildan keyin bu narsa? Нет, один NBME я решила в декабре, который ужасно вышел. Aha, necha chiqdi o'sha? 54 у меня вышло. Процент. 54%. Да, или nechinchi NBME edi? 30-й. 30-mi? 30-й. Siz anaqa 2-3 subjektlar qolib ketuvmidi o'sha payt? Yo hammasini tugatganmidingiz u payt? Я не помню. Да, я не сделала OBGYN там, я не сделала General Pharmacology. Esimda o'sha nimaga so'radim hozir. Chunki siz dekabrda topshirmoqchi bo'luvdingiz. Dekabrda imtihon topshiraman deyotdingiz siz ham. Oyizlar bilan ham gaplashganimda, shu dekabrda borib kelaman imtihonga deyotdingiz, esingizda bo'lsa. Men yo shoshmay turing dedim esingizda bo'lsa. Hali ozgina vaqt bor. Birinchi self assessment qilamiz. Weak areani, ya'ni kuchsiz joylarni kuchaytiramiz, keyin topshirasiz dedim esingizda bo'lsa. И o'shaning uchun ham gruppada darscha davom ettiring dedim esingizda bo'lsa. Demak, birinchi self assessment past chiquvdi, editor, и oxirgi self assessment testni mana shu 3 oy ichida один NBME был, который 54. Ha, bitta dona NBME. Undan keyin siz darscha bitta anaqani unitlarni boshqatdan review qilib chiqdik, birgalashib.
И oxirida adashmasam 31 necha chiquvdi NBM 31? Я не все NBM прорешала, 31 я не решала. Ha, 29 ishladingiz, adashmasam, undan oldin. Я решила 28, 29. Aha. Перед экзаменом. Я не успела все NBM решить. 29 necha chiquvdi? О, там вообще другая история. У меня же проблема с NBM была в том, что я не могла сидеть 4 часа без остановки решать. А перед 29-м я хорошо так поспала. Shunaqa dedingiz, Да, yaxshi я lavhalar. хорошо поспала, и потом у меня процент? Процент, да. 76, что ли, где-то так вышло. Ну, Вот, там 70. уже так хорошо было. Da, o'shaning uchun aytyaptimiz. Siz yaxshi uxlasangiz, zo'r yecharkansiz dedim, esingizda biz. Да. Da 76 degani, mana kim NBM ishlayotgan bo'lsa, o'tishingiz ehtimoli juda katta deganda уже. Chunki 230 dan ham baland chiqadi уже 76 bo'lsa, примерно 200 dan точно 220 230 dan baland chiqadi. Shuning uchun agarda kim 75 76 dan baland olsa, o'zi qonuniy ishlaganda, to'g'ri ishlaganda baland chiqsa, qo'rqmasdan topshirsa bo'ladi o'zi payida. 80 dan baland bo'lsa, уже qo'rqmasanglar bo'ladi, aniq. O'zi men NBM dan o'zi 25 dan 31 gacha tavsiya qilinadi o'zi ishlashi. И men o'shaning uchun aytdim bularga 25 dan 31 gacha. Lekin vaqt masalasi bizga yetmay qoldi. Да, я думала один NBM в день, на следующий день revision. Я не успела, мне нужно 34 дня на один NBM. Va o'zi shunaqa o'zi. Ya'ni ko'proq vaqt ketadi. И qarang, qaysi NBM rosikasi imtihonga eng yaqin bo'ldi? Bildingizmi shu narsani? Sezmadingiz. Okay, ko'pchilikda shunaqa bo'ladi, что NBM ichidagi savollar tushadi degan imtihonda. Да, они точно попались, но какой там был, я не смогла запомнить. Lekin tushdi. Точно попались. И не NBM вопросы, а explanations. То есть было же А, Б, С. Вот в этих вариантах то, что описывается, там попадается. Demak, siz tavsiya berasiz NBM ishlashni обязательно. Обязательно NBM, обязательно Melman после того, как есть фундамент, концепция в голове. Zo'r, Melman aytib ketdingiz. Mana Melman qachon yordam beradi? Nima deb Melman ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, YouTube'da videolar bor. U kasallikni diagnostika qilishga yordam beradi. Agarda siz o'qidingiz, bitta raund tugatdingiz, lekin ballangiz past chiqyapti. Mana shunaqa paytda ko'rishni tavsiya berasizmi? Qachon ko'rishni tavsiya berasiz? После первого раунда баллы низкие, потому что вы что-то забыли в концепции. После второго раунда это уже ошибки, потому что вы не можете сделать диагностику или как-то объединить всю информацию, которую вы знаете. Mana o'sha payt keyin Melmanni ko'rish tavsiya После второго, после третьего раза. Menga juda ham ko'pchilik boshidan endi yusim o'qiyapti, Melman ko'raymi deydi. Men tavsiya bermagan bo'lardim, chunki siz hali USMLni bilmaysiz. U yerda уже bor narsalarni solishtirishni o'rgatadi. O'sha zo'r Melmanniki men ham tavsiya beraman, lekin oxirida. Misol uchun kardiovaskular tushyapti, sizdagi GI sistem tushyapti, foizlari past chiqyapti. Melmanni ko'rish kerak. Oxirida, hali aytgandek, polni tugatganingizdan keyin u sizga yordam beradi ko'tarishga foizlarni. Мне кажется, Melmana нужно просмотреть после того, как ты точно решил UWorld, все знаешь о UWorld, потом прочитать Melman и потом начать решать NBM. Потому что то, что в Melman, в NBM попадает. Да, zo'r. Endi ikkinchi yana variant bor. NBM ishladingiz, sizda weak area psychiatry chiqdi. Или наоборот. Да. Да, вот это тоже. Я, кстати, так делала. Shunaqa Я qilamiz. все Melmana не прочитала же, я O'sha прочитала только weak те, areani которые ko'rib у меня chiqdingiz. были, да. Zo'r. Xo'p, endi qarang. Hali aytdingiz, burning out bo'lganda dars qilardim, dam olardim dedingiz. Xo'p, nima qilsa tezroq dam oladi? Aytaylik, nima qilsa tez burning out yechiladi? Charchoq, да? Усталость, наверное. Усталость, да. Qanaqa yo'qoladi? Я думаю, у каждого свое. Но я очень много занимаюсь спортом, например. Zo'r. Men ham tavsiya beraman. Физическая активность. Ha, chotki. Men ham shuni aytmoqchi edim, o'zi aytmasangiz ham. Sport zo'r yordam beradi, chunki sizga obraz жизни bo'ladi. O'tirasiz faqat aqliy mehnat. Agar siz sport bilan shug'ullanmasangiz, точно yo grija, yo ko'z yoki nimadir muammo paydo bo'ladi-da. И plus hali aytganingizdek, ha, juda ham ko'p muammo paydo bo'ladi o'tirganingiz uchun. Sport bilan qo'shsa agar ham sog'lom bo'lasiz, ham burning out yechiladi. И этот уходит, нагрузка. И miyaga qon yaxshiroq borsa, miyangiz yaxshiroq ishlaydi. Tavsiya etib ketmayman sizga.
vitaminli qanaqadir ichish tavsiya berasiz. O'zi ichganmisiz tayinlanish davomida? Nimalar qilgansiz? Mana joyini aytib Nimalar ichgansiz? Nimalar ichgansiz? Yo'q, men bekorga aytmayapman, chunki ko'pchilikda vitamin yetishmasligi hisobiga ham xotira tushadi-da. Я O'shaning uchun aytdim. магний принимала. Aha. Магний для сна, для успокоения перед сном точно нужен. Кофе не советую, но я сама принимала очень много кофе. Это Bizning плохо, sentrda это- polni kofe turadi. это кофе. Это вредно. Da, obeddan keyin kofe ichish tavsiya bermayman o'shaning uchun. Да. Kunduzi ichish И на yaxshi. голодный желудок тоже нельзя. Ha, qo'shilaman 100%. Xo'p, endi mana sizga yana bitta savol. Testdan oldingi kun. Testdan oldin, to'xtang mana. Siz qachon test belgilash kerakligini nimaga qarab belgiladingiz? Masalan, martda test topshirdingiz, to'g'rimi? Nimaga aynan martda yoki qaysi kriteriyaga qarab men уже tayyorman dedingiz? Bo'ldimi shunaqasi yo? У меня не было предчувствия, что я готова. Нет, я Просто чувствую- надо было сдать, и поэтому сдали. Нет, да? нет. У меня было такое, что я чувствую, что я знаю, Ага. но я так устала, что уже нет сил решать тесты. Aha. Понимаете, поэтому такая, все, сдаем. Aha, bo'ladi-da, bunaqa ham bo'ladi. Nimaga aytaylik, aynan hali dekabr dedingiz, keyin dekabrdan keyin mart. Nimaga aynan shu? Из-за Период. расписания ротации наших. В марте Навруз, там были выходные. O'shanga to'g'irlab. Да. Zo'r, zo'r. Bizani oldingan e'zozni ham topshirganda o'sha anaqaga dam olish kuniga studentlarda shunaqa bo'ladi. Demak, siz tayyor bo'lishingizni 100% tayyor bo'ldim deb his qilmagansiz, da? Значит, katta risk qilgansiz. Да. Topshirayotganda ko'pchiligiga tavsiya bermayman. Chunki topshirganingizdan keyin o'tdimmi, o'tmadimmi degan narsa 3 haftada chiqdimi, А у меня ответda не было qancha? такого, знаете? Rostdan. Потому что... Hozir endi so'ramoqchi edim, o'zi nima bo'ldi u 2,5 haftada kech chiqdi-ku ответ, to'g'rimi? Men o'yladim. Yo'q, 2 haftada chiqdi. Ya 2 haftadan oshdi, qarang, 17 topshirdingiz. И ответ 3 chorshanba, 3 chorshanbada chiqdi. Да, поздно. O'zi 2 chorshanbada chiqadi обычно o'zi. Sizda 3 chorshanbada chiqdi. Aziz yozmadi. O'tolmagan bo'lsa bo'lishi mumkin dedim-da, cho'ta yozmadi, mayli so'ramayman dedim-da keyin. Keyin o'zingiz yozib qoldingiz. Aytmoqchi bo'lganim, endi men ham o'yladim endi nima bo'lgan ekan deb, siz вообще o'ylagan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Qanaqa o'tdi bu period? Я на экзамен зашла, вопросы были... Я не спала ночью перед экзаменом. Я не смогла уснуть. Qancha kelishdik bo'lmasa, uxlab olish kerak bir kun oldin. Вообще не Да. получилось. No, babu uxlamabdilar. Да, kecha bilan uxlagan. O'zi rostdan ham kim uxlamasa, ishonaveringlar, xotira realni tushadi. Да. Imtihondan agar oldin uxlamasangiz, testni bilganlaringiz ham xato qilib qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. Тоже риск повысился, и там же 8 часов, и первые 3 часа быстро надо думать, пытаешься заставить себя. 15 часа oldi uxlab qoldim, да? Представляете, я решаю, я такая, просыпайся, решай. Вот так вот. Ana ko'rasiz, nima qilish kerak emasligi haqida aytyapmiz. Demak, imtihondan oldin Uxlash обязательно uxlash kerak do'stlar. Ходить, Uxlamaslik yaxshi emas. Надо гулять, и потом уснуть. Charchatinglar, kunduz o'zinglarni hamma yoqda yurib, kechqurun yaxshilab uxlanglar. Bu birinchi savet. Ikkinchi savet, katta risk bo'lgan bularga. Imtihon topshirayotgan, to'g'rimi? 100% уверенный bo'lib topshirmagansizda, ko'pchilik shunaqa topshiradi o'zi. Ну, тесты хорошо выходили, просто я сама была не уверена. Вот именно, mana bir xillarcha, bilasizmi, 1,5 yil, 2 yilda topshiradiganlar, ko'pchilik oxiri o'zida уверенность bo'ladi baribir. Sizda katta risk bo'ldi-da. Shuni tavsiya bermaymiz. Ozgina anaqa o'zingizda уверенный bo'lib qilsangiz, bu ham risk anaqani stress kamaytiradi-da baribir. Ну, это же 8-9 месяцев. Вот именно, o'shancha aytyapman-da. Hammaga ham kerakmi shu 9 oy? Вот это хороший вопрос. Tushunasizmi? O'shancha aytyapman. Hammaga kerakmi shu 9 oy? Endi qarang, 9 oyda tayinlanish degan plyus-minuslar bor ekan. Siz test tayinlandingiz, bu zo'r. Test qisqa muddat topshirdingiz, bu zo'r. Lekin katta stresslar bo'ldi orada. Qiyinchilik bo'ldi o'ziga yarasha. Demak, kim agar stressga ustuvchi bo'lmasa, kim aytaylik, hali aytgandek, uyqu bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, скорее всего 9 oyda qiyin masala, to'g'rimi? Topshirish.
И o'shaning uchun ham agar xotirjam, flegmatik odam bo'lsa, u uchun emas bu. 9 oylik u Флегматики, uchun они emas. медленнее готовятся. Ha, sekin strategik bo'ladi-yu ular. 1,5 yil, 2 yilda tayinlanadi. Okey, zo'r. Endi sizdan bitta so'rayapti, tasavvur qiling. Men tayinlanmoqchiman USMLga 0 man, hozir endi boshlayapman. Nimadan boshlashim kerak va menga bitta aytaylik hint bering, qanaqadir metodika bering. Men yaxshi tayinlanay deb sizdan so'radi. Nima tavsiya berasiz? Какой срок? 1 yil desa, misol uchun o'rtacha sizdagi. 0 1 yil. Я думаю, сложно. Потому что у меня была универская база, я до этого какие-то там АБОС читала, буткемп читала, там есть буткемп BRICS. Для тех, кто совсем ничего не знает, только поступил в медицинскую школу и ничего не знает. Вот BRICS можно читать и поднимать фундамент. Zo'r. Demak, fundamenti bor bo'lgan odam test topshira oladi. Demak, test topshirishga ikkita narsa ta'sir qilar ekanda. Siz ingliz tilingiz ham yaxshi edi, to'g'rimi? Angliyskiy bor edi. Ikkinchisi fundament bor edi. Demak, agar fundament где-то есть, где-то нет. Aytmoqchi bo'lganim 0 bo'lmagansizda. Ozgina fundament, demak, fundament bo'lsa, angliyskiy bo'lsa, test topshirsa bo'ladi. Demak, chunki вообще ko'p odam so'raydi. Qanchada topshiraman? Hali u haqida biz bilmaymiz-da. Siraz qachon topshiraman? Siraz mana shunaqa vaqt berishadi-da, savol berishadi. Men so'rayman-ki, ingliz tiling qanaqa? Fundamenting qanaqa? Agar fundamenti zo'r bo'lsa, rostdan zo'r o'qigan bo'lsa, plus ingliz tilisi yaxshi bo'lsa, da, test topshirsa bo'ladi. Только UWorld прорешать и понять. Yo'l topshiradi, hali aytganda vocabularyani keyin kuchaytiradi, yaxshi bo'ladi. Demak, ikkita narsaniga e'tibor berishimiz kerak ekan test topshirmoqchi bo'lsa. Xo'p, endi metodika. Qanaqa metodikani tavsiya berasiz? Hali aytgandek, xuddi sizdagi holat. Fundamentda ozgina bor, angliyskisi yaxshi, odam sizdan savol berdi. Qaysi qanaqa tayinlanishni tavsiya berasiz? Группа bilanmi, individualmi, qanaqa? Если 1 год, то лучше индивидуально, конечно, потому что группа медленнее идет всегда. Это индивидуально, это только над своими ошибками работать, больше времени этому уделять. И вот то, что мы с вами не сказали, я решала UWorld в день, у меня еще был study partner. Потому что это... Kim edi? Oti nima edi? Джеффри. Jeffrey. Yarim yo'lda yuvib ketdi-da bola. Он сдал раньше меня просто. Поэтому. Ya o'zi study partner har doim kerak bo'ladi. O'zi lekin gruppada ham study partner qolsangiz bo'ladi o'zi, lekin aytganingiz sekinroq ketadi-yu, lekin качественный ketadi. Нет, я думаю, что 1 на 1 study partner должен быть твоего же уровня, чтобы друг друга подтягивать. Да, zo'r. O'zi study partner rostana push qiladi bir-birini. Сколько мы? 2-3 часа в день занимались по вечерам. Вот я все заканчивала свое. И потом мы с ним делали еще 1 раунд. Вот мы с мамой над ошибками работали. Я с ним еще... Получается, я больше, чем 3 раза делала UWorld, на самом деле. Esingizda bor. Bitta eslang, nima dedim, birinchi kelganingizda siz hali bo'lganingiz uchun bitta raund yetmaydi. Kamida 3 ta raund dedim, esingizda bo'lsa. No, o'shancha aytdim, agar flegmatik bo'lsa, bitta raund plus xatolarni ko'rib chiqib, flaglarni ko'rib chiqsa savoldan yetadi. Lekin xalerik bo'lsa odam u tez ko'radi-yu, tez esdan chiqaradi. Unaqa odamni 3 marta ko'rish tavsiya qilinadi. O'shaning uchun ham individualniy podход bo'lishi kerak har bitta odamga. И плюс очень помогло, что я ему объясняла то, что я узнала новое или что-то, и он мне объяснял то, что я не понимаю. Тоже было хорошо. Вот, mana yaxshi narsa bo'ldi. Gapirib bersa u kimga-da, o'zingizdan chiqsa, demak ko'proq foydasi tegadi. O'zingizga foydasi tegadi birinchi o'rinda, esingizda qoladi, to'g'ri? Tushuntirib berish. Men ham ko'pchilik aytaman, men shuni qilaman, misol uchun. Siz o'qiganingiz bilan 10% qolsa, tushuntirib berganingizda 80-90% o'zingizda qoladi. Tushuntirishdan oldin sal bilish kerak lekin. Bila olasiz, to bilmaganingizda keyin o'qib olasiz. Эти вот Globus Pallidus, Petamen bor-ku. Petamen, da. И qarang, keyingi startup partner уже закрыли. Keyingi savol qarang. USML o'qiganingiz, USML ga tayinlandingiz, to'g'rimi? 1 yilcha. Sizni karyeringizda, umuman doktor bo'lib olishingizda влиянияsi qanaqa bo'ldi deb, ya'ni ta'siri qanaqa bo'ldi deb o'ylaysiz USML? Во-первых, mana shu protsess bir, oxiri mana bu sertifikatda o'zi qanaqa ta'sir bo'ladi? Ну, еще я не почувствовала на себе эффект, конечно, но в плане того, что знания, которые были в голове,
они стали очень хорошо классифицированы. По То есть полочку, По полочкам все чётким. стало, да. Я теперь понимаю, что я хорошо знаю, где я чего не знаю. Если я чего-то не знаю, я знаю, как этому научиться. Zo'r. Вот Agar это bilmasangiz ham qanaqa bilib olishni bilasiz. Да. Qayerdan topish kerakligini bilasiz. Например, если мой интерес всегда был там в кардиохирургии, я работала в урологии еще, да, в гинекологии интересовалась, в этих сферах я сильно развита. Но USMLE помогает развиться и в других дисциплинах тоже. И мне кажется, что вот наш диплом General Practitioner. General Practitioner, он должен знать все. Все. И USMLE как раз-таки вам выстраивает вот эту вот корочку, что ты все знаешь на определенном уровне и можешь решить проблемы разных болезней. Bu juda ham katta yordam beradi. Mana misol uchun bizda patsientni koptov qilishadi, bilasizmi? Kardioxirurgiyaga keldik, ha, mani sferam emas, boshqasiga bor. Unga boradi, mani sferam emas, boshqasiga bor. Aytaylik, o'zi qayerqa yuborish kerak, направить qilishni ham bilmaydi bir xil vrachlarda. Asoz hamma sferani yaxshi bilganingiz uchun, скорее всего, davola olasiz. Agar davola olmasangiz ham kimga направить qilishni aniq bilasiz. Да. В этом плане USMLE очень хорошо помогает для общих знаний в медицине, это прям хорошо. Xo'p, endi awareness haqida aytaylik. Mana USMLE awareness qo'shdim o'zingizga. Ya'ni o'zbekchasiga aytganda ishonch kuchaydimi o'zingizga nisbatan? Shifokor sifatida. Я еще не вернулась в клинику. Qani, to'xtang, shifokor sifatida demaylik, bilimga deylik. Mana misol uchun juda ko'p bo'ladi. Mana studentlar o'qiydida, xuddi shu o'qiyotgan narsasini hayotda tushishi kerakligini aniq bilmaydi. Mana o'shaning uchun ham miyasida как бы неопределенность bo'ladi, noaniq narsa bo'ladi-da. U yordam beradimi? Hayotda yo'qmi? Bilmaydi. Я могу сказать с точки зрения своих ротаций сейчас в практике. Мы видим каких-то пациентов, мы их обсуждаем и так далее. Да, дифференциальный диагноз намного лучше, клиническое мышление намного лучше. То есть картина стала шире. Это точно. Причем самая частая ошибка врачей в том, что они мыслят шаблонно. То есть все вот сказали, что это там ишемическая болезнь сердца, да? Все думают, что это ишемическая болезнь сердца, а критического мышления нету. Qolganini bilmagandan keyin anaqa сравнительно solishtira olmaydi, boshqa narsa. Balki o'shani hisobiga. И благодаря USMLE ты учишься мыслить критически и думать о других диагнозах тоже. Тоже. Одновременно. Demak, bizda fikrlash, ya'ni klinik fikrlash deymiz o'zbekchasiga. O'sha narsa ancha rivojlandi-da. И bu narsa o'zingiz sezdingiz. Demak, qarang. Agar mabodo kimdir, oxirgi, ya'ni savollardan bittasi, juda ham ko'pchilik hozir Germaniyaga, Yevropaga o'zini karyerasini davom ettirmoqchi, o'sha yoqqa ketmoqchi. Siz nima tavsiya berasiz? Mana misol uchun Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan odam 3-4-kurs, например, Germaniyaga ketmoqchi. Nemetskini o'rganyapti. USMLE bilimlarini o'rganishni tavsiya berasizmi? Bilimlarini? Aytmoqchiman o'sha. Контент? Aytmoqchiman USMLEga tayyorlanish ular uchun ham foydasi bo'ladimi? Конечно. USMLE это не только про сертификат, это про знание. Контент, который вы получаете, он будет вам полезен и в США, и в австралийском экзамене, и в немецком, любом. Потому что медицина и здоровье человека везде одинаковое. Но при выборе программы, потому что я тоже с этим вопросом сталкивалась, немецкий, там нужно выучить язык, сдать тесты и так далее. И я сравнила программу обучения тоже. Например, General Surgery в США 5 лет, в Германии 8 лет. General 8 лет? 8 лет, да. Точно? Да. Потому что у меня... Там тоже 5 лет? Надо перепроверить эту информацию, потому что там дольше, потому что часов в неделю меньше. И pay rate тоже ниже, налоги выше. Есть такие моменты, которые это нужно точно, выяснить. да, там зарплата точно меньше. Oylik kam, lekin 8 yil siz aytayotganingiz, menimcha u spetsializatsiya bilan, fellowship bilan bo'lsa kerak, скорее всего, ko'rgan bo'lganingiz. Насколько я знаю, 8 лет это general. Chunki 5 yildan keyin, misol uchun kardio qanaqadir o'qimoqchi bo'lsangiz, o'shanda o'sha 8 yil bo'ladi o'tda. Okey, lekin aytmoqchi bo'lganingiz, sertifikatsion imtihonlarni solishtiradigan bo'lsangiz, misol uchun o'tda ham MBIS bor, MBISga qarab tayinlanadi ko'pchilik yo'lda ham ancha osonroq USMLE. Agar siz USMLEni zo'r bilsangiz, bitta nemetskiy o'rganasizda, уже ularning imtihonini oson topshirasiz. Диагнозы одни и те же.
Ha, В этом смысл. ba'zi keyslar USML'da qiyinroqda. USMLE самый сложный экзамен считается из всех медицинских. Eng qiyini. O'shaning uchun ham men tavsiya berardim baribir o'qishni, hattoki Topshirmasangiz O'zbekistonda ham. qolsangiz ham, Да. imtihon topshirmasangiz ham foydasi bo'ladi, to'g'rimi? Точно. Mana o'zingiz ayting, mana rotatsiyada studentlarning orasida USMLEga umuman qiziqmagan yoki topshirmagan, o'qimagan odamlar bilan o'sha student USMLE topshirgan yoki o'qiyapti. Farqi bo'ladimi? Думаю, да. Endi qarang, siz javob berishingiz menimcha qiyin bo'lyapti nimaga? Chunki AKF'da o'qiysiz. AKF'da hozir baribir ko'pchilik inglizcha resurslardan o'qiydi. У нас программа обучения тоже близка к USMLE. Ha, o'shaning uchun ham siz katta farqini balki sezmayotgandirsiz. Lekin oddiy institutlarda, misol uchun aytaylik, USMLE based bo'lmagan institutlarda bu farq juda katta seziladi. Chunki ular baribir SNGda o'qilayotgan ruscha resurslardan Ну o'qishadi. да, да, да. Ularda haligi high yield, low yield degan narsani o'zi yo'q. Мне очень много жалуются ребята, кто на узбекском учится. У Mhm. них даже учебник o'qib bo'lmaydi deyishadi. Это кто в АКФе учится? Или? Нет, кто на узбекском учится, А, на изучает медицину, Aha. это им сложно. Da. U tarjima bo'lsa, u qani inglizchadan ruschaga, ruschadan o'zbekchaga уже absolyutно tushunish qiyin bo'lib qoladi bir xillar. Chunki bir xillar menimcha odam tarjima qilmaganda uni. Скорее всего, kitob. Buni o'shancha tushunish balki qiyin bo'lsa kerak. Okey. Siz o'zingiz orqaga qaytganda nima tavsiya berishingiz aytdingiz? Endi aytaylik, hozir umumiy tayinlanish protsessini aytamizda. Qaysi aytaylik skillslarni rivojlantirish kerak? Agar imtihonni tez topshirmoqchi bo'lsa, качественный topshirmoqchi bo'lsa, qanaqa skillslar kerak? Ya'ni aytaylik qobiliyat deymizmi yoki qanaqadir o'zbekchasiga aytganda, Именно академические навыки, да? yo imtihon topshirish uchun. Test Или solving сам- skills, test Ага. solving skills сам можно разделить на определенные навыки. Aha. Я просто, когда к IELTS готовилась на reading, у меня очень хороший балл был. И именно вот этот навык ридинга нужен, когда вы решаете UWorld. Mhm. Skimming, scanning. Zo'r. Aha. Да. Yana. То есть читаем вопрос, на весь вопрос время не тратим. Читаем последнюю строчку, первую строчку, пытаемся понять суть. Идем по вариантам, думаем, что это может быть. Потом возвращаемся к вопросу, ищем ключевые какие-то факты, возраст, симптомы, подсказки. К этому возвращаемся, думаем, какой ответ. То есть читаем еще раз вопрос, думаем, какой ответ. Убираем то, что не подходит точно. Из того, что остается, делаем reasoning. Почему не это? И вот этот навык у меня в самом конце, кстати, появился. Вот. Почему Методом не? исключения Да. qilish kerak обязательно. Почему не это? И постепенно убираем и находим самый правильный ответ. После того, как мы нашли правильный ответ или неправильный ответ, что я делала? Я возвращалась, не сразу читала, почему правильно. Я читала, почему ошибка, читала educational objective и возвращалась к самому кейсу, то есть объяснению, почему правильно. И смысл, если хотите быстро сделать, не в том, чтобы все читать, каждую строчку и понять, а в том, чтобы найти ключевую информацию, которую вам нужно. Keywordlarni topish. Да. Key ideas, да. Okey. Birinchisi test solving skills ekan. Da. Okey. Xarakterdagi qanaqadir o'zgarishlar ham kerakmi? Aytmoqchiman, odam qanaqa skillslarni rivojlantirish kerak? Mana shu west protsess silliq o'tish uchun, smooth o'tish uchun. И при этом Demak, подготовиться быстро. test solving skills biz o'rgatamiz o'zi. Da. Hali aytganda eng tagidagi savolni birinchi o'qish kerak, case variantlarini review qilish kerak, tepadan o'qib borish kerak. Hammasini o'rgatamiz qoliplarni. O'zi odam sifatida, misol uchun Просто делать то, что вы говорите. Okey, aytmoqchi bo'lganim misol uchun ertalab uxlay turish bo'lishi mumkin. Disiplina. Haligi eating habit, yaxshi to'g'ri ovqatlanish bo'lishi mumkin. Misol uchun siz o'zingizda ishlagan ikkita-uchta konkretno aytaylik faktorlarni ayta olasizmi? Внутренние факторы поменялись. Я Mashina. научилась быть усидчивой. Aha. Если до этого я была человеком, который много задач делает одновременно, может 4 дела одновременно делать, я научилась делать только одну, 2 задачи долгое время. Zo'r. Demak, bir kunda bitta ikkita muammo bilan bitta ikkita
vazifalarni bajarishga o'rganish kerak, to'g'rimi? И Aniqlik darajasi oshirish. приоритизации научилась. Например, есть, оказывается, такой метод, когда много задач на неделю у тебя есть, но в день ты должен выбрать одну самую важную, 3 поменьше и сделать вот эти вот. Zo'r. Demak, bizada asosiysi hali aytganingizdek, birlamchi, ikkilamchiga ajratib olishimiz kerak. Bu bir asosiy vaqtlarni birlamchiga. Ikkinchisi, kunda bitta yoki ikkita vazifa bilan shug'ullanish kerak. Da. Zo'r. И keyingisi, aytaylik, haligi ovqatlanish masalasi, uxlash masalasi aytdik. Misol uchun aytaylik, yeyotgan narsalarga e'tibor berdingizmi siz? Или Определенно. Нельзя употреблять быстрые углеводы, потому что от них быстро хочется спать из-за скачков инсулина. Men o'zimda ham oldin bo'lardi. Mana misol uchun to'yib ovqat yesangiz yoki srazu shirinlik ko'p yeydigan bo'lsangiz, kola, fanta ichdingiz yoki yaxshilab ovqatlanib, точно 1-2 soatga miya dam oladi. O'shaning uchun ham kim tayyorlanayotgan bo'lsa, qorin och ham to'q ham bo'lishi kerak emas. По чуть-чуть, каждые 2 часа я по чуть-чуть кушаю. Zo'r. Bu zo'r hintda bu ko'pchilikcha bunga e'tibor bermaydi. Mana shu ham sizni effektivlikni tushirib yuboradi. И uxlash, hali aytganingizdek. Rejimni to'g'irlash kerak. И ya'ni to'g'ri vaqtda uxlash kerak. И to'g'ri muddat, ya'ni aytaylik, duration ham, ya'ni davomiylik ham normada bo'lishi kerak. И вовремя просыпаться тоже нужно в одно и то же время. Ha, вот o'sha rejim, uyqu rejimi, ovqatlanish rejim питания, rejim sporta. Zo'r. Yig'adigan bo'lsak, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri uxlash, sport qo'shish, kunlik faqat bitta vazifani bajarish, и haligi nima dedik? Kunlik bitta vazifa dedik, и плюс одна главная birlamchi, задача, ikkilamchiga ajratish. 3 вторичные. Просто у меня было такое, что слишком вот надо UWorld решить, надо Анки сделать, прям много было всего, и нужно было приоритизировать. Так, сегодня первое, самое главное, это 40 вопросов UWorld. Потом прочитать FA, сходить на лекцию или еще что-то. Zo'r. Demak, mana mana shu joyga tavsiyani qo'shib ketaman. Ertalab uyg'onganingizda yoki kechqurun uxlashingizdan oldin обязательно ertangi qiladigan ishlarni yozib olish kerak. Kechqurun uxlayotganingiz ertangi qiladigan ishlar, misol uchun ertalab mana bunaqa qilaman, obedda mana bunaqa ish qilaman, kechqurun mana bunaqa ish qilaman. Ertaga misol uchun menimcha case ko'raman deb yozib olish kerak. Bu miyadagi stressni yechadi, bilasizmi? Да. И еще один еще один совет, о котором я вспомнила, это перед сном не учиться. Хотя бы час перед сном не учиться. Потому что у меня было такое, я быстро же разгоняюсь. И перед сном, если я изучаю новую информацию или решаю UWorld перед сном, мне потом это во сне снится. Yaxshi-ku. Нет, это плохо, мозг же не отдыхает. Lekin по статистику aytaylik qaraydigan bo'lsak, siz uxlashingizdan oldin bitta review qilsangiz, ya'ni новое знание emas, ya'ni yangi bilim emas. Review. Da, review qilsangiz bu наоборот yaxshiroq operativlikni hardga yaxshiroq. Я не про review, я про новую информацию. Mana u kalla ishlamaydi-ku kechqurun o'zi yaxshi. Желательно kechqurun uxlashingizdan oldin o'qishingiz o'zi mana tavsiya bermayman. Информацию, созвоны, ничего перед сном не делать такое. Demak, yaxshi uxlasangiz o'zi, xullas, mana ishlaydi, bunga dam berish kerak kechqurun. Zo'r. Xo'p, oxirgi tilaklaringiz, sizni ko'rayotgan odamlarga nima tavsiya berasiz? И nimani qilmaslik kerak deb o'ylaysiz? Kim tayyorlanayotgan bo'lsa, shu ishni qilmanglar, chunki men qildim, yaxshi bo'lmadi. Chunki ko'pchilik aytadi, nima qilish kerakligini aytadi-da. Qarang, men aytaman har doim, success, ya'ni muvaffaqiyat hammada har xil-da. Lekin xato hammada bir xil. Hammada xato bir xil bo'ladi. Aytmoqchiman, siz agar qilgan xatolaringizni aytsangiz, qolganlarda katta ehtimol bilan o'sha xato bor-da, o'shani olib tashlaydi hozir aytsangiz. Ular uchun yaxshi bo'ladi. Agar siz o'zingizni qanaqa qilib successga erishgani, muvaffaqiyatga erishgani yo'lingizni aytsangiz, yo'lingiz individualniy, hammada har xil bo'ladi-da. O'shaning uchun hozir xatoingizni ayting, mana shu xatoni qilmanglar deb ayting. Ular shuni olib tashlashsin-da, ularga foyda bo'lsin. Моя главная ошибка в подготовке к USMLE – это то, что я думала, что нужно сделать все возможные ресурсы. То есть я же говорю, я прочитала буткемп, RX Videos я смотрела. Я думала, что чем больше материалов я закончу, а их очень много в USMLE, тем выше вероятность, что я буду умной и я смогу решить тест. Но тест и количество знаний, которые ты имеешь, это совсем разные истории.
Вот Да. это ошибка. Поэтому нужно выработать правильную стратегию. И мне кажется, если ты сам не способен выработать стратегию, лучше обратиться в учебный центр. Или вот, чтобы у тебя был тьютер, кто следит за тобой и вырабатывает тебе этот план. Вот это надо было сделать раньше. Demak, hamma narsani bilishga harakat qilish kerak emas. Да, Kerakli narsani kerakli payt Да. bilishga harakat qilish. Керели нарсаны bilmasang agar, если ты не знаешь, что тебе нужно, тебе нужно, чтобы кто-то подсказал. Да, отлично. Ладно. Это вот первое. Второе, наверное, это стремление быстрее стать врачом и выйти в практику. Это было для меня не очень как бы стратегически неверным шагом, я думаю. Потому что, чтобы на практике ты был эффективен, тебе нужно, чтобы у тебя была хорошая теоретическая база, чтобы эти знания потом использовать. А если ты идешь в практику без хорошей теоретической базы, то ты просто тратишь время зря. Zo'r, mana shu zo'r narsani ko'tardingiz. Hozir demak, srazu tuppa Ustozni o'rganaman, boraman deb hunar o'rganish kerak Da, emas, da, to'g'rimi? Xuddan duradgorchilik o'rganganda yurishadi-da ko'pchilik. Bilim bilmaydi. 10 yil o'tsa ham zo'r bo'lib keta olmaydi-da, iloji yo'q. Teoriya ham bilmasdan turib, srazu praktikaga o'tish bu faqatgina qanaqadir patologgacha boradi, bo'ldi. U yog'iga chiqa olmaydi-da. Это верно. Demak, zo'r hintlar berdingiz. Demak, birinchisi hali aytganingizdek, hamma narsani bilib olishga harakat qilish kerak emas. Kerakli payt kerak narsani bilish kerak. И agar shuni nimani kerakligini bila olmasa, ustozga murojaat qilish kerak. И ikkinchisi aytganingizdek, srazu praktikaga emas, teoriyani zo'r qilib o'tish yaxshiroq-da. Mana praktikada yurib, Практика полезнее будет. praktikadan ko'proq narsa ola oladi. Qo'lingizga ola oladi. Ustozdan yaxshiroq narsa so'ra oladi, ustozdan narsa ola oladi, to'g'rimi? Ana nima deydi? Yaxshisi olib bera oladi. O'ttiga bor znaniyasini olib oladi. Zo'r tavsiyalar berdingiz. Rahmat, vaqt ajratib kelganingiz uchun. Тоже спасибо. O'ylaymanki, hammaga foydali bo'ladi. Aynan sizdagi xarakterdagi, sizdagi aytaylik, yo'ldagi odamlarga menimcha foydali podkast bo'ldi deb o'ylayman. Я тоже на это надеюсь. Xo'p, Step 2da sizga omad. Rahmat. Katta baliga topshirib oling. Xudo xolisa Step 2dan keyin ham shunaqa natijalaringizdan xursand bo'lish nasib qilsin. Sog' bo'ling, rahmat.